bu narsani gapiraveribchi, men bilmayman, уже krik dushi deydi-yu. Ko'ngilni ichidan otilib chiqayotgan dard deb уже men tushuntirib charchadim bu narsani. Bilib olinglar, surunkali charchoq bu sizni holsizlantiradi. Ya'ni stress, depressiya bu narsalar kelib chiqishining sababi tinimsiz ishlashda bo'ladi. Miya dam olmasa, bu demak tanaga birinchi ta'sir qiladi, ya'ni mushaklarga ta'sir qiladi. Mushaklarda mefassal bolevой sindrom, undan keyin fibroz kasalligi va bu sizni surunkali charchoqning oqibatida yiqitadi oxir-oqibatda. Buni bilib olinglar, tushunib olinglar. Charchoq bo'ldimi, ertalab turgingiz kelmayaptimi, bo'ldi, siz o'zingiz majburlayapsizmi? Demak, bu уже mefassal bolevой sindrom birinchi belgilari bo'ladi. Bu xronический усталость. Buni hech qanaqasiga zal bilan, bo'lmasam trenirovka bilan, hech narsa bilan hal qila olmaysiz. Bu narsani yechimi faqat mefassal bolevой sindromga tekshirtirish kerak bo'ladi. Uning uchun kelib konsultatsiyaga yozish kerak.